Anlayatqanыңlar Azad Şərq Türkistan Radiosu xəbərləri. Assalamu alaykum qadirlik radio anlıqçılar. Bu haftalık xəbərlərimizin qısqaça məzmunları tövənlikçə. Bu haftalık diaspora yığınlıqlarında Kanadalıq muxbir Sam Cooper yaqında e'lon qilgan "Men tirik guvachi" nomli uzun maqolasidagi yosh jasur Uyg'ur yigiti Sulaymonning hayot hikoyasi orqali bolalikdan boshlangan majburiy emgak, zavoddagi qulluq hayoti va chet ellardagi qorong'u aldamchilik to'g'rigacha so'zilgan bir haqiqatni anglaymiz. Bu haftalik xalqaro vaziyatda bo'lsa, Amerika, Isroil va Eron o'rtasidagi kuchayayotgan jiddiylik, Pakiston bilan Afg'oniston o'rtasidagi to'qinish va Xitoydagi suhbatlar, yangi neft ta'minlash yo'llarining shakllanishi qatorliq mazmunlarda tahlil ilib boramiz. Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Kanadalik muxbir Sam Cooper yaqında e'lon qilgan "Men tirik guvachi" nomli maqolasida Kanadada yangidan panohlangan bir Uyg'ur yoshning, ya'ni Sulaymonning haqiqiy hayot hikoyasini nihoyatda cho'nqur, ta'sirli va dalillik shaklda bayon qilgan. Bu maqola faqat bir kishining ahvolini emas, Sharq Turkistondagi majburiy emgak, Xitoy ichidagi zavod qulluq sistemasi va chet ellardagi aldamchilik to'rining bir-biriga qandoq bog'langanligini oshkorlab bergan bir muhim guvohchilik hisoblandi. Bu munosabat bilan bugun biz bu jasur guvohchi Sulaymonning ovozi orqali 3 qismliq bu suhbatning birinchi qismini, ya'ni bolalikqa singan majburiy emgak, Asharning soyisi nomli suhbatni diqqatingizga sunamiz. Assalomu alaykum Sulaymon beg, qarindishim, oldi bilan Kanadaga kelib o'rinlashib olganingiz uchun sizni chin ko'nglimdan tabriklayman. Erkin dunyoga xush keldingiz. O'zingizning ahvoli hozir qanday? Yaxshi turyapsizsiz? Va alaykum assalom. Mening ahvolim hozir nihoyat yaxshi. Allohga shukr. Yaxshi turyapman. Maqolda aytilgandek, hayotingiz azob, zulm, zo'ravonlik ichida o'tibdi. Oldi bilan sizning shu ashar hayotingizdan boshlasak savolimizni. Siz tunji qatim onangiz bilan birlikda asharga chiqqan vaqtingizda qancha yoshligingiz esingizda bormi? Yo'q, esimda yo'q. Men aqlimni bilsam, shu bizning yezda ekanman. Shuncha oldin tortib, ko'pincha ahvolini onam borgan chog'da meni bilan elib boradi. Ya'ni balalik davringiz shu onangiz bilan birlikda ashar bilan o'tdi, desak to'g'ri bo'ladimi? To'g'ri. Maktab yo'qmi? Maktabga bormagan ota-onangiz sizni? Yo'q, men bizda o vaqtida hamda maktabga o'zimiz berib kelib o'qigan vaqtlar bo'lg'achqa, maktab sal keyinroq berdi. Masalan, shu 7-8 yoshlarda degandek. Shu chog'larda bersamdi, men shu chog'largacha shu onamga ergishib, aşağılık berib, bakillik qilib, hamma ishlar aniq esimda bo'lmasimi, ashta böyle parnakligi borgan, mush ketman ilqi o'stan chapqili borgan, shu ishlar chalbular ya'ni esimda bor. O ashar asosli o'zinglarning ishinglarni qilishmi yoki bo'lmasa majburiy emgakka qo'zishmi sizlarni? O aniq majburiy emgak, chunki hech qanday vaqtda bizning u yerga borimiz, bormaymiz yoki manda vaqtda qilamiz deydigan huquqimiz yo'q u yerda. Chunki uning ustiga hech qanday bir ish o'zimizning ishimiz emas. Hamda o'ztangnimi hatto mush boshqa yezlig'i berib chapadigan ahvollar bor. Undan keyin shu parnak soldiganlarmi shu chog'da bizning vatanga Xitoylar kelayotgan emasmi? Hamda u chog'da bularni qishmi yoz pul topsin deb yebagandan sirt, anadan keyin shu parnakni Uyg'urlarga yoz deb Xitoylarga berdi ekan shu chog'da. Uning ustiga shu dadininki nurg'i yerlar bo'ladi, masalan, dehqonlardan tortib olgan. Beni adam aşağı qapagan chog'da men ana bormasa qo'ymamdi desam, tomoq etayotgan chog'da dadi dadam kirib, aşağı menlar degan chog'da anam shu o'choqdagi tomoq etayotgan chog'da o'choqdagi o'tni elib etib borganini esimda bor mening. Shu so'rasam endi bormasa qo'ymamdi desam, bormasa bolam yerga suv bermaydi. Andan keyin
u bama versak yan tatib oldi deb shu gapni qiladi. Endi shu dadining yeri ham shu dehaldan tatib olgan ya. Shu yerliga adamning boshlab ish qisilib, yat tertib, kevaz pishgan chog'da kevaz tagizib, qo'noq bug'doy hamma bir narsani tergan yeri bor dadining. Endi shu ishni qiladi shu. O yerni tergan yeringlar kimga tava? Davlatga tavami yoki bo'lmasa o'shaga yerlashgan, yangi kelib yerlashgan ishkirdan kelgan Xitoylarga tavami? Endi kichik vaqtimda mening biladiganim u dadining yeri. Keyin borgan siri Xitoylar ko'paygandan keyin Xitoylarga yer berdi, parnak berdi. Shu yerga chiqib ishlatadigan bo'ldi. Endi ma'ularga yangi kelganlar, iliqi Xanzu yo'ldoshlar. Biz bularga yaqin turishimiz kerak, bularga o'tishimiz kerak. Qo'shni qo'lim bo'lgandan keyin ishlarga yordam qilishimiz kerak deb endi shu yerga chiqib oladi ekandik. Ya'ni sizlar shu yangi kelgan Xitoylarning xizmatini qilib bersizlar, Ashar nomida. Ammo sizlarga hech qanday ish haqi berilmaydi. Shu yerdan ilingan mol usuldan sizlarga foyda olib beramdi. Yo'q. U mumkin emas ishlar u. Endi biz 360 kunning hammasida boshqalarga qo'lib ishlaydigan ishmi yo'q, endi o'zimizniki yerlarimiz bor, ancha-muncha qo'ylarimiz bor, qo'y to'qonlarimiz bor. Endi shular bilan jon kechiramiz endi. O'zimizniki shu iqtidorining ishlariga shu Oyshaga vaqtida borsak, endi suv berdi. Yer tergan o'zimizning endi shu ish boshlangan chog'da o'zimizning ishimizni qilgan vaqtlarimiz bo'ldi. O'zimizning ishlarimizdan sirt andikin yana dadining Oyshalarga o'qitishga naman bordik. Undaq bo'lgan chog'da o'zinglarning ishi, uningdan sirt Asha ishi, shuning bilan har ko'pniki ko'p vaqti shu Asha bilan o'zinglarning ishiga ketadi degan gap. To'g'ri. Şuna bu dehqonlar hech qachon bekor qolmaydi. Qishmi yoz bo'lsin, ish degan chiqib turdi, yo o'zining ishini qiladi, yoki bo'lmasa yangi bir Xitoylik ko'chib kelsa, parnak sep turadi. Shularning ijozatini ishini qilib turdi deganda. Ko'chib kelgan yangi Xitoylarning parnigini sepaganga pul beramdi, haq olamdi uningga. Voy, ya mumkin emas uningga. Umi shu Asha. Asha tursa u. Ashada hech qachon bizga bir mo'cham pul berib boqqan emas. Hatto shu yiroq yerlarga borgan chog'dimi, o'zimiz yanjuqimizdan pul chiqarib, kiraga to'lab, yeydigan shu non bilan suni qo'ltiq tiqib, hamda u kichik vaqtlarimizda xurjun deb bir narsa bor, xurjun. Shuni elib borganini bilmayman meniki. Bütün dehqonlarningki kundalik xizmati bu, ya'ni hamma dehqonlar Ashaga chiqadi. Yeri bor dehqonlarningki hammasi aşağı chiqdi. Yeri bor, uyi bor dehqonlarningki. Yer elib voy buni nima ish qilaman deb boq. Yer terganmi? Suv berimizmi, bermaymizmi? Hukumatga maslahatchilik yo'qmi? Sizning idealda masala bormi yo? Hukumatning ishiga qarshi chiqqaninglarmi bu? Deb yo'g'on qalpoqdan birini akiliblam kalloq tanlagandan keyin masli baray. Men bo'lmasa bo'lmaydi ekan, men baray degan akildi ekanmiz. Atrofningki kadrlari shundaq deb tahdid qilamda. Dadininki ham cho'ng kichik shu hukumat amaldorlari bor emasmi? Dadijon shu Dadijon sekretar degandek. Ular Uyg'urmi shu kadrlar hammasi? Nayt olsanda Xitoylar bor, eng cho'ng boshliqlar masalan, Shuji degandeklar. Andan keyin uningdan ostidagilar Xitoy, Uyg'ur. Har bir komitetda, har bir dadida eng cho'ng boshliqi cho'ng Xitoy. Bu asharchilik hayoti qancha ishingizgacha davom qildi? 20 yilgacha davom qildi. 20 yoshgacha. Ya'ni zavodga berib ishlashgacha davom qildi. To'g'ri. Har kuni onangiz bilan asharga chiqqan vaqtingizda buni odatdagi bir ish deb o'ylamdingiz yoki bo'lmasa ishingizdan bir savol bormi? Ya'ni bu nimishqa bizni bundaq qiynaydi, nimishqa bizni bundaq ko'p emgak soldi deb o'ylamdingiz? Endi o kichik vaqtlarimizda u nurg'un ishlar kallamizga kelmaydi ekan. Da savollarni shu hozirgi kallamizga kelgandek savollar kelmayotganda o chog'da ham o'ylaydiganimiz nimishqa bizni bekor ish qilsoldigandi. Deb anamga bormasa qilmamsa men yerimizni tatib oldi bolam. Yer terganda itizlik suv bermaydi bolam degan chog'da ham ajab askadam ekan, bu o'stamdan kelgan suvni bizni tatib oldigan, o'stam jab qilsoldi ekan. O'stam chip suvni biz ekersak bizga suv bermaydi ekan, askadam ekan bu deb ashtalim o'ylaydim endi kichik vaqtimizda cho'nqur o'ylab bo'lmagan ekan. Siz 20 yoshga kirgacha asha
xizmatini davom qildim dedingiz. Shu emgakning ichida cho'ng bo'ldim 20 yoshga qadar dedingiz. 16, 17, 18 yoshlik yigitlarning ko'ziga hech nima ko'rinmaydi u yoshda. Jiq narsalar masalan kallasini o'tmasa uni so'raydi. Sizda undaq bir ish bo'lganmi? 18, 19, 20 yosh vaqtlaringizdami? Biz nima uchun bu asharni qilamiz deb isyon qilib baqqan vaqtingiz bo'ldimi? Onu o'ylagan vaqtimiz albatta bo'ladi. Lekin bizga bu takrar qalbimizga kirgizayotgan bir gapi bor. Ularniki bu degan hukumat o'rlashtirgan ish, aktiv maslashmasang bo'lmaydi. Hukumat bilan qarshilashsang bo'lmaydi deb buni ham bir qonuniy jihatga, shu hukumatga taqab qo'yib, yo'g'on bir qalpoqni kiydirib qo'yib turib, majburiy holatda bizga bu ishni yuklagandan keyin biz mushta bu bizning mushta qilishga tegishli ishimiz o'xshaydi. Biz mushta bir quldek o'tib ketadigan o'xshaymiz biz deb u odamning kallasiga singib ketadi ekan. Qancha bizda bir shunday bir xiyol tug'ilgan taqdirdami, endi u uzoqqa bormaydi ekan. Chunki ularning izlashi ostida har qanday bir narsani o'zimizning o'ylaganimiz bo'yicha, o'zimizning xiyolimiz bo'yicha ifodalash, o'zimiz bilganini qilish, o'zimiz bilganini deyish u yerda huquqimiz yo'q. Chunki biz bu bizning ishimiz bo'lmasa nima ish qilamiz deb endi mayat normal bo'lgan bilan u yerda hukumatning siyosati, hukumatga moslashinglar deb uni hukumatga taqab qo'ygandan keyin bu bir jinoyatdek işte tuyg'u berib qo'ydi. Shuni bormaslik, shuni moslashmaslik odamga bir jinoyatdek tuyg'u berib qo'ydi. Odamniki ideyasini shuning bilan bog'lab oladi o'ziga. Sizning yoshingizdagi boshqa bolalarmi ham shundoq o'ylaydi deding, shu bormasak bo'lmaydi, hukumat xatolashgan bo'lamiz, jinoyat o'tkazgan bo'lamiz deytinglar. Endi u to'g'risida hammamiz u yerga berayotgan bo'lgandan keyin, u bir turmushimizning bir qismiga aylanib ketgan bo'lgandan keyin, u to'g'risida ko'p muzokara qilib bormaymiz. Chunki u bizning bir qilishga tegishli ishimizdeklam, cho'qim biz qilmasak bo'lmaydigandek, uni qilmaslik bir xatolik ishdek, bir jinoyatdek ideyamizga singandan keyin u ancha-muncha bormaganligini ko'rsakmi, nimaga bormabdi desak, mijoz yo'q o'xshaydi. Bo'lmasa bormaydigan ish yo'q deb asta cho'qim bordigan berish kerak to'g'ri bo'lgandek ideyamizga shu singilik. Ya'ni kundalik turmushning ayrilmas bir qismi bo'lib singdirib o'tgan ideyalarga. To'g'ri. O maqolada ishga o'rinlashtirish nomi bilan sizni ishga yo'tkiganlik to'g'riliq so'zlabsiz. Qancha yoshda sizni ishga o'rinlashtirish nomida zavodga o'rinlashtirdi? Qancha yosh vaqtingizda? Men shu asha mezgili tükkendan keyin, men to'liq o'tirib bitirgandan keyin mushu ashadan, mushu erkinsizlikdan, mushu rohatsizlikdan bir jiroq turay deb men endi Urumchi degan cho'ng shahar orqali u yerga ketib, bir qancha turib qolgan bo'ldim. U yerda shu ishlayotgan mezgilimda meni dadidin mush komitetdan chaqirtib aketib, endi shu chog'da 2021-yilning oxirlari bo'lsa, endi men 25 yosh oldimki. Atratdan sizni chaqirtib aketdi. Ya'ni chaqirtib aketishdagi maqsad shu ishga o'rinlashtirish uchun zavodga. To'g'ri, u chog'da shu yangi bir Xitoyning bir majburiy emgak siyosati, ya'ni shu Xinjiangdagi 5-chi emgak kuchini ichkariga yo'llaymiz degan shu bir siyosatni yo'lga qo'yib, shu nurg'un yosh bolalarni ichkariga yo'l sevatdi. Har qaysi zavodlarga, har qaysi ichkari o'lkalarga yo'l sevatdi. Yurtingizda 5-chi emgak degan narsa rost bormidi? Rost sizdek yoshlar xizmat yo'q, shunday saqlayotgan ishlar bormidi? U deganni bizga tushirilgan bir sondek hukumatning shu yaloqchilari shu sonni to'shqizishga tirishyapti. Hamda uning ustiga Urumchida ishlayotgan odam agar haqiqiy 5-chi emgak kuchi bo'lsa, ular o'z tizimida bas to'g'ri bo'ladi. Biz ishlayotgan odamlarmi bu degan hukumatning siyosati, hukumatga qarshi chiqmoqchimisizlar? Nima hukumatning o'rlashtirgan ishiga aktiv bo'ysunmaysizlar? Sizlar hukumatga fikringlar bormi, idealda masala bormi ya? Bormay qolib qolsanglar, hamda hozir vaziyat bag'asir chiqib ketdi, atog'un mo'minga gapiradigan chiqib qolamiki deb tahdid silish orqali hamda shu yerga yo'l qildi. Chunki u yerda endi bizmi normal u yerda bo'layotgan ishni bilib turgan bo'lgandan keyin bag'alarni ko'rdik. U yerdan har xil xabarlar kelyotdi.
Hiç bu işlep qo'limizga pul ololmadik ya biz. Ya aylık erkinlik deydigan bir narsa dahi yo'q. 12-14 soatlab ishlab, bu qiyinchilikda adam bek o'tab o'g'limmi deb jon to'shmaydi ekan buningga. Va nima zulm bu? Deb ashta shu yerda ikkiliniki, shu yerdagilar bilan paranglashganlarning ashta xabarlar kelib turibdi. Shu hamda nurg'un adam uningga bir qarshilik tuyg'usi bilan, lekin haqiqiy bu harakatlar bilan qarshi chiqolmagan holatda hamda shu yerga yo'l oldik. Etret kadir degandek mo'miyaydigan yerga barsizlar deb tahdid ostida olib bordi. Ya'ni mo'miyaydigan yer degani turma, shundaqmi? To'g'ri. Endi ularningki qanday bir o'lchami bor, uni bilmadik. Shu bir qalpoqni kiygizib, uzoq yillik sotkanlar bor. Mening tuqqanlarimning orasidami, hamda nurg'un tuqqanlarim bor. Shu sot kesilgan, 10 necha yil, hatto 20 yilga yaqin sot kesilgan. Hatto bular endi siyosiy maktab deb oldimizmi? Kamp. Hmm. Bu yerga kirib, endi ko'z ko'rmas o'qib chiqqan urug' tuqqanlarim bor. Endi bularni nihoyatda bir millionlagan odamlar bu yerga kirib, nurg'unlarni hatto ochiq oshkora bizning oldimizda qoldirib qo'yib turib 15 yil, 20 yillik sot kesib, shunday ishlarni endi ko'rgandan keyin biz uni qarshi chiqishga jur'atimiz yo'q bo'lib qoldi. Dastlabda sizlarga shu zavodni tunishtirgan chog'da qandoq tunishtirgandi? Shu sizlar yurtdagi vaqtinglarda u yerniki sharoiti yaxshi, maosh pul deb bundaqiligi rasmiy bir xizmatga tunishtirgandek bir so'zlashishlar bo'lganmi ota-onalar bilan yoki bo'lmasa majburlan bir yerga yig'iblam apmandimi? Eng avval endi bular u chog'da endi har haftada bir bayroq chiqarish, bir 4 soat, 5 soat aşağı yig'in anglab qilamiz. Har kuni attigini shu uydagilar yoki bo'lmay qolib qolsa, shu ishlayotganlar bo'lsa, endi o'quvchilar ancha bek chiqib ketmaydi, lekin shu uydagilar xizmat qilayotganlar, xizmat o'rnida ruxsat so'rab bo'lsinmi, o'sha har kuni attigan yig'inga qatnashadigan bir ahvol bor. Shu chog'da yo'g'on bir logikani esibdi. Biz yig'in ochadigan maydonga, hamma bir Dadininki maydoni bo'ladi, komitetlarning maydoni bo'ladi emasmi? O'ltiraq rayonlarniki. Hmm. Shu yo'g'on logikani esib, shu hukumatninki bizga ham shu xizmatimizni hal qilib berish, hal qilib berganiga rahmat aytamiz. Gap ashta yo'g'on bir logikani esibdi. Shu esib shu yig'inda shu ishkirda ishlashni xohlaydiganlar tizimlasanglar bo'ladi deb endi bizga uni texmi keng holda bizga tekshirib qilgan bo'ldi. Endi biz u yerdan ancha-muncha kelayotgan xabarlarni anglab turgandan keyin hech kim tizimlatmagan u yerga. Voy unda yak berib ishlamdi, u yerga borsa yo erkinlik yo'q adamga. Men aşağı borsak hech bo'lmasa, bir aşağı bormagan chog'da bo'lsinmi be. Ancha-muncha o'zlarimizning ishimizni qila oladi ekanmiz. Voy unda yak bormaymiz deb hamma odam bormaslikni qarab chog'da keyin bu vaziyatning chinligi bilan ularni ba'zi adam qo'rqoq sog'iltudi. Hukumat bilan qarshilashamisizlar? Nimishqa aktiv moslashmaysizlar? Bunda hukumat haqasalarga xizmat etibmiz deb mushtayilqi ishlarni chiqaryapsa, sizlar nima ish qilolmaysizlar? Idealda mas'ullar hukumat bilan qarshilashmoqchimi deb shu qalpoqni kiydirgandan keyin hatto shu xizmati bor odamlarmi u yerning xizmati degani menikidan yaxshi deb u yerda bak yaxshi ishlab qolib qolsangiz degan 7-8 ming qo'y maosh olish normal ish u yerda deb shu gaplarni qilib u yerning sharoitini yaxshi qilib tushuntirdi. Voy mishlarni qanday ishlagan bo'lsangiz boshida shunday ishlaysizlar, ishlab ilab qolgan odam yo'q deb shu gapni qilib, endi u yerni yaxshi qilib, keyin hukumatning siyosatiga tushirib turib, qalpoqni kallamizga tanglab turib, shu yerga yo'l qildi endi. Hech bir o'zimiz ixtiyor qilib tizimlatdik degan odamni ko'rmadik u yerda. Hammasini majbur apadi. To'g'ri. Bu faqat bir bolaning o'tmish hikoyasi emas. Bu bir sistemaning bolalarni qanday qiliblashtirganligining isboti. Bir ishg'olchi hokimiyat tarafidan zo'rliq bilan o'zgartirilgan bir millatning balalik tarixidir. Lekin bu hikoya bu yerda to'xtab qolmaydi. Sulaymonning hayoti texmi qiyin, texmi qorong'u bir davrga qarab davomlashdi. Hurmatli radio anglovchilar, va'da bilan boshlangan, qulluq bilan davomlashgan yoshlik nomli bu suhbatning ikkinchi qismini keyingi haftalik xabarimizda diqqatingizga sunamiz.
Hörmətlik radio anlıqçılar, bugünkü xalqara vəziyyətdə bolsa, Otur Şərqdə uruşның sayısı kengayıvatıdı. Janubi Asiyoda chegara to'qinishları davomlashmoqda. Energiya yo'llari yangicha shakllanyapti. Cho'ng davlatlarning raqobati texmo ochiq ko'rilyapti. Bugun biz bu murakkab vaziyatlarni Uyg'ur masalasi bilan bog'lab turib tahlil qilamiz. Bugünkü programımızda Uyghur meselesi ve xalqaro siyosatni yaqindan kuzatib kelayotgan tahlilchi, Sharq Turkiston Ulusal Manfaat Markazining mudiriyat raisi Nijat Turg'unbek bilan birlikda muhokama olib boramiz. Assalomu alaykum Nijat bek. Yana bir qatim ko'rishga nasib qilgan Allohga cheksiz shukrlar bo'lsin. Aleykümselam Afsan Bey. Eng avval söhbetimizni başlaştın burun aldığınız programımıza kelgan bir qancha inkaslarni o'qib o'taman va bu inkaslarga qarata sizning qarashingizni anglab boqamiz. Birinchi inkas Gökköz nomida bir tor qo'llanuvchi yozibdi. Bu butunlay solchilarning yolg'on tahlili debdi. Bunda qarashlarga siz qanday javob bersiz? Siyosiy tahlilni sol yoki o'ng deb baholash to'g'rimi, xatomi? Nayt yaxşı sual oldu. Aldı bilen bu programıga musbat ve menfi her xil şekilde inkas kaldırgan barış kelendeşlerine rahmet. Meşnak özlerinin fikrine dadıl koyallıqalık için rahmetimni bildirme. Aldı bilen bir meseleni bulup mu bu siyasi özgürlüklerinin nimisini teklil analiz kılan çağda özümüzün şahsi hissiyatını kuyuştun ve ideolojiyle karşımıza kuyuştun burun. Real vaziyet nimo hakiki bu yer yüz bir vatkan neyse nimo buluvatıdı diyen neysini toluk körüşke tirişimiz gerek. Eğer özümüzün siyasi köz karşını, ideologiyemizni, yakın tutkan tarafımızını koyuyorsak bir yerde buluvatkan neysini doğru köremeye kılış ihtimalımızın ait yok diye. Anandan keyin bu yerda ikinci qilgan narsa albatta bu urushlarda, bu siyosiy kurashlarda hamma taraf o'zininki siyosiy manfaatini chiqish qilgan holatda yozuvda o'xshamagan taraflardan. Shunga biz bu analizlerimizde ko'p taraflimlik xabarlarning va tadqiqotlarning va organlarning nimasini ko'z qarashini ko'zdan kechirgan holatda buni mujassamlab pas qilgandan andikin bir narsa berishga tirishyapmiz. Chunki bizmi bilimiz her mesela Amerika olsun, İran olsun, İsrail olsun ve başka gözetmiş taraflar olsun. Hemmisi bu haberlerini özünün nimisini çıkış qilgan holatda yozgandan keyin, e'lon qilgandan keyin bu yerda bir saxta uchur taqitish bo'ladi. Shuning uchun buning to'g'risini tepish uchun hamma tarafninki ko'z qarashini elib bir tasqab o'rtaq narsa nima bo'lyotidi bularniki deganda tasqasak buningda eng to'g'ri, eng yiqilisha oladigan bir narsamiz bo'ladi. Shung biz izchil shuni qilib kelaylik. Ham ko'pincha qarasanglar biz deyotgan narsa bu yerda masalan mayli Amerikaninki o'ng taraf iqlimni qo'llayotgan yoki sol taraf iqlimni qo'llayotgan tadqiqotchilar bo'lsin, harbiy mutaxassislar bo'lsin, Amerika Markaziy axborot idorasining pensiyaga chiqqan yoki nimalar bo'lsin, hatto kimninki ma'vu Trumpninki burunqi maslahatchilarimi masalan bugungi Amerikaning Isroilning ochgan urushini berayotgan urushni xatoligini deb kelyotidi. Bu yerda hech qanday biz bir solchi medianing iqimiga ilinib qolgan narsa yo'q bu yerda-chu. So'ng biz ko'p taraflamali, ko'p uchrashishga tirishyapmiz. Anki masalani ideologiyalik narsamizni kirgizishdan burun real vaziyat, haqiqiy vaziyat nima deydigan ma'vu reallikni ko'rishga tirishyapmiz. So'ngliqi bunu degan qarinishimiz ko'p taraflamalik narsani ko'rishga tavsiya qilmamanchi o'zini. Anandan keyin yana Malik Tekin nomli tor qo'llanuvchi bu bir taraflamalik tahlil bo'lib qolibdi debdi. Undan keyin Pakyol Sadasi nomidagi tor qo'llanuvchi Amerika Eron'ni ajizlashtirdi. Bu qandaqmi Xitoyga foydali bo'lsin debdi. Bu qarashga siz qanday qaraysiz? Eronning ajizlashishi haqiqatan Xitoyga ziyonmi yoki boshqa bir tarafdan foydalimi? Albatta bu urush hozir 35 kunni tugatib 36-kunga mang'atadi. Amerikada 50 ming qatimdan ortiq bombardimon qilib bo'ldi Isroil Birlashgan Holatda.
İranның hava hücumu ve deniz armiyasının nemisi qarşılıq turuş gücü belgilik acizledi. Ama bunlar degenlik İranның askeri gücü veyran bu tügüşüp ketdi degenlik emas. Ama urushning natijasiga baho berishdan burun ikkili tarafninki nemisi urush nishoniga, urush strategiyalik nishoniga qarashimiz kerak. Masalan, Amerika bu urushni qilishdiki yetmekçi olan nişanı nimiti, İsrailiyeninki nimiti ve İran tarafninki nimiti deydigan şu. Bu noktadan aytgan çağda mesela gerçi Amerika kichik urushlarda ba'zi g'alabalarga erishgan bo'lsa-mu, kichik janglarda portlatish, havodan hujum u bu deb. Ama o'zlari ko'zlagan masalan hokimiyat almashtirish, Ironniki yadro qurol nimasini tövelletish yoki bo'lmasa yo'qotish degandek narsaga erishamadi bugungi kungacha. Hatto quruqlikdan askar kirgizolmadi-chu. Ham Iranning narsasi nihoyat oddiy, u bo'lsin nima deganda hakimiyetni saqlab qilish, davlatining egilik huquqini saqlab qilish, yani tajovuzchilikka uchirmaslik. Bunda bo'lgan chog'da Iranning qutulish nimasi nihoyat oson bo'ladi. Endi nihoyat oddiy va bir markazga markazlashgan bo'ladi. Garchi askariy narsa hujumga uchirsinmi, yana Iran o'zini qaytadan qurib chiqa oladi. Bundan endi nurg'un qiyinchiliklar var mesela Amerika buni hujum qilib, davom qilib quruqdan kelgan chog'cha, endi fursat chiqqanda deymiz uni tafsili. Endi İran acizligi deganlik Xitoyga foyda bo'lamdi, ziyon bo'lamdi degan nuqtaga kelsak, İran Xitoyniki bir muhim bo'lgan bir sherik davlati, ammo askariy ittifoqlik munosabati yo'q. Aksincha İranning Xitoyga nima qiladigan neft ta'minlash da belgili Xitoyning 15% yaqin miqdorini oladigan neft eksport qiladi Xitoyga. Ammo Xitoy İranning neftisiz, gaz, tabiiy gazsizmi yana o'zining energiya manbasini ta'minlab ketilaveradi. Ama Xitoy uchun İran nima uchun muhim degan chog'da energiyadan boshqa Amerikani bugun bu urushda tutib, Amerikaning askariy kuchini ojizlashtiradi. Amerikani bir urush patqiga kirgizayotgan bir narsa bor. Bu nuqtada aytgan chog'da mayli Amerika Ironni qanchalik bombardimon qilsin, qanchalik vayron qilsin, Amerika bir urushning patqiga kirgandan keyin bu nuqtada aytgan chog'da bu Xitoy uchun foydali. Endi İranni ojizlashtirdi yoki bo'lmasa İran kuchlangan bo'lsin, ya da İran'ın acizleşi bilen İran bir yerden azı Hormuz'dan neft kemilerini ötküzmeyotu da Xitayning kemileri ötüyotu bu yerden şu. İran belgilep bergen bir neçe devletlerinin neft kemileri ötüyotu. Bu nokta aytgan çağda Amerika'nın kemileri ötenmeyotu ama Xitayning ötüyotu. Bu yerda mesela. Sen bizim Uygurlarning deyotgan özlerinin çıkırıp algan bir ekin o bu yerdeki maksat Xitayni tizginleşti deb. Unda bir narsa e'lon qilmadi. Unda bir narsa Amerika Hormuz'ni ve İran'ı bütün nimaga tushirib Hormuzning bo'g'izninki kontrolligini to'liq ep bo'lgan chog'da agarda shu chog'da Xitoyning paraxodlariga bir embargo qo'yib bu yerda mang'uzmayman putoylamayman degan bo'lsa u boshqa hozirgi nishon undam emas tahi. Uni o'zimizningki siyosiy istikini bir reallikqa chaplab olsak bo'lmaydi-ku bu yerda. Şoňalyky real näse nima o? Hakyky näse? Bu näse nima dep onu görüşimiz gerek. Bu ýerden nokta etgan çagda zincirleşken bir münasebet nimesi etgan çagda Amerikanyň bu şeýle uruşyny kança gün dowam kılışı bu Xitoy üçin bir musbat numar kazandygan näse. Çünki Amerika horaýdy bu ýerde, güç horaýdy, energiýasy horaýdy, bu ýerde askeri güç horaýdygan gep, halkara ýumşak güç täsirsi ajylyşydygan gep. İranyň bu ýerde bir gün galba kılışı Amerika üçin ziyan, Xitoy üçin paýda boldy bu ýerde. Bunu etgan çagda. Onun da zaten abay aldığın qıtımdım dedik mesela Amerika'nın şerikliğini kuatkan devletler Amerika kullanırken kanda işini düşün mesela. Bu noktalarda aytgan çağda Xitoy üçün bir musbat numar kazandıgan, güç kazandıgan narsa. Ama Xitoy bu yerda bevosita urushga askeriy jihatdan, yani nima jihatdan bevosita bergani yo'q, ama istihbarat uchurlarini ve ba'zi havodan uchur va yordam ta'minlayotganligi endi bo'ldi masalan. Yani Xitoyning maqsadi bu yerda shu Amerikani urushga patqizib, xoritish, o'zi bilan elishadigan kuch qo'ymaslik masalan. Chunki Amerikaning manfaat nuqtasi aytgan chog'da Indo-Pasifik rayoni, Sharq Osiyo rayoni Amerikaning eng markaziy rayoni aslida. Ama u yerdagi nurg'un kuchlarni askariy kerakli moddalarni, qurollarni yetkazib ketdi, askar nimalarni yetkazib ketyapti masalan. Bunda aytgan çağda Amerika kazandı diyemeyiz ki bu bir reallik. Açık bir reallik yani.
Yani İran urushi qandaqdir ikkinchi bosqichdagi Xitoyni ojizlashtirish uchun boshlangan bir urush degan bir gap yo'q yani Amerika tarafdan, shundaymi? Yo'q, undaq qiliqi o'zimizning siyosiy istikini mau dunyodagi o'zgarishlarga qo'yib olmaslikqa tavsiya qilaman. Hmm. O'zimdan boshlab. Meni bir ochiq bir yo'li bor. Agar Xitoyni eritadigan ish bo'lsa, Xitoy bilan bevosita askariy to'qinishga kiradi yoki bo'lmasa Xitoymi vositalik holatda bu urushga askar kirgizishi kerak bo'ladi. Hmm. Bunda bir bo'g'ini yo'q. Xitoy orqadan eee istixborot nimasi ta'minlayotidi Amerikani yaxshi urish uchun, ammo bevosita askariy chiqib unda kirganda Xitoy ishni qilmay turib bu jangda bir foyda olyotidi Eronning urushi bilan masalanchu. Hmm. Endi Amerika asli urushadigan yer emas, Sharq Osiyo, Sharqi Janubiy Osiyoda masalan bevosita bir to'qinish nimasiga kirgan bo'lsa, yoki bo'lmasa Filippinning vosiya, Yapon, Koreyaning vosiya bo'lsa, u chog'dagi ish boshqa masalan. Hmm. Ama İrandaki bo'layotgan narsa undaq bir berilgan bir narsa yo'q, undaq bir bizning xohlagan bir ko'rinishimiz shakllanmadi. Shakllangan Balkim yo'q. kelgusida Xitoy bu urush uzunga so'zilib, Amerika askar kirgizib, quruqliq kirgizib, uzun urush patqanda Xitoy shu chog'da balkim men askar kirgizishni tuvan deb qarayman. Shu chog'da aralashib qolsa, u rasmiy bir nimaga kirgan bo'ladi, ikki taraf jangichu. Hmm. Urushqa. Ama unda ehtimollikni men yanada hozirgi nuqtaga yetgan chog'da biroz yiroq deb qarayman, chunki Xitoyning Eronga uch holatda kirgizishi, chunki bu yerda O'rta Sharqda nurg'un Xitoyning energiya nimasida hamkorlashayotgan, ularda energiya olayotgan nurg'un davlatlar bor. Isroiliyadami masalan Xitoyning munosabati nihoyatda yaxshi. Isroiliyadami yuqori saviyadagi texnologiyalik qurollarni oladi masalan Amerika sotolmagan, Amerikadan ololmagan qurollarni Xitoy Isroiliyadan ilg'iliq. Bu munosabatni buzishni xohlamaydi. Ya'ni Xitoy O'rta Sharqda hech kimga yomon bo'lmagan holatda bir betaraflik bir siyosatini o'ynab, hammasini ko'nglini tutib, o'zi qozonib kelganlik uchun. Endi bu nuqtaga yetgan chog'da, yig'inchoqlagan chog'da Xitoy bevosita bu urushga kirish ehtimolligi tuvan. Ama Xitoyning bilan Amerikaning bevosita to'qinishib qolganimi yo'q. Shuningdek masalalarni reallik ko'zimiz bilan, ya'ni ochiq reallikni ko'rishga ko'rsak buningki uchiqiligi nemisini ko'ralaymizdiligi. Asli bo'layotgan yuzinichu. Menimcha nihoyat tushunishli bo'ldi deb o'ylayman. Undaq bo'lsa bugungi programmamizga qaytib kelaylik. Savolimizni yana Amerika, Isroil, Eron urushidan boshlaymiz. Sizningcha hozirgi vaziyatda Amerika, Isroil va Eron o'rtasidagi urush cho'ng rayonlik urushga aylanish ehtimoli qanchalik? Agar to'qinish kengaysa, bu dunyo bexatarligi va dunyo iqtisodiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Oldidan urush hozir bir 3-chi bir bosqichga kirib qoldi. Endi nima degan chog'da shiddatlanishninki to'ziqi deydi. Normalda bu urushlarnikini havo hujum bilan, nim bilan, dronlar bilan qilib qarshi tarafning nimasini ojizlashtirib, havo mudofaa sistemasining quruqlikdan kirib, u yerni ozroq joy egallab, uni texnik taraqqiy qilib, bunday asta-asta kengaydi masalanchu. Amerikaninki nimasida bu yerda dastlabki bir ko'rinishda bulayliqi tez suratda hujum qilib kirib, tez suratda natija qozonamiz deydigan undaq bir oddiy bir narsadan kirib qiliqliq deb qaraydi ekan buncha nurg'un mutaxassislar. Ya'ni cho'ng strategik bir plani aslida Amerikaninki yo'qdi va Amerika bunga tayyorliqsiz kirib qoldi debchu. Ya'ni havo hujum qilgandan keyin bu yerga kiralaydigan, yetalaydigan natijaga erishish kerakdi, u natijaga erishamadi masalan. Şununla bu narsa nimaga va'da deganda hozir bugun urushning kengayishi, urushning kengayganining natijasida Eron tarafining javob berishi va Amerika Isroilning nurg'un badal to'lashi bilan bo'lib, shunga bilan parallel holda atrofda rayondagi davlatlarmi hujumga uchirdi. Masalan, Amerikaning yaxshi munosabati bo'lgan, Amerikaning askariy bazalari va tijorat shirkatlari bo'lgan davlatlarda nurg'un davlatlar hujumga uchirdi Eronniki bevosita. Uningdan sirt buning bilan masalada bir O'rta Sharq rayonida bir xavfsizlik krizisi yuz berdi-de, masalan, kengayyapti buninki. Balkim hozir ba'zi nimalarmi aytildi masalan bugunning ichida, oldimizgi bir 2 kunning ichida u dengiz suyini tuzlashtirgan ba'zi markazlarga hujum qilindi. Agar bu taraqqiy qilsa, ocharchilik nimasimi kelib chiqishi mumkin. Nurg'un davlatlarning bu yerdagi o'zining tatbiq suv nimasini qondirolmaydi masalan rayondagi uchun. Bu texmi ig'ir krizislarga, hatto ko'chmanlar nimasining yamrishiga, insonlarning millionlarcha insonlarning boshqalarga qechishiga
sebep bolup kelyşy mümkin meselen üçin. Mesela İran'dan bugün körükünü uğur demesin, puhralar normal hayat demesiga ütüdigan meselen üçin. Bu mu bir eğer krizislarni keltirip çıkarışı mümkün. Hani paralel aldı mesela energiya krizisi yüz berýärdi mesela. O yerdeki İran'ın Hormuz boğazını tutup duruş bilen. Bunun bilen bütün dünyadaki sizin menin abimizdeki mesela maşinamızga benzin kaçırığı deyilgan kiçik noktalargacha Hmm. aşağıya hiç täsir kılýatdy. Döwletlerniň energiya nimelerige bexaterligi krizis bolýatdy mesela. Tönögün diýäki bunu Avrupa İttifakı BDT'den avazga koydu mesela Hormuz boğazını itiş doğruluk bununla askeri yürüyüş kılamdık dep bu rad kılındı buna meylen kögünde Xitay bilen Rusya bunun embargo koydu mesela. Veto koyup nim kıldı. Demek anonkin dünyanın payçek pazarı, iqtisadi pazarı, meblag seliş, deydigan nurgun sahalarga ta'sir kılıwaty. Gerçi uruş O'rta Şerqde bolgan bilen, ama bunun ta'siri nurgun yerler kengayip ketdi. Ki yine bir iki nokta var. O bolsun nime degende bu O'rta Şerqden çıkıdığan anonkin nime bat, oğutlar bat. Bu dünyanın nurgun yerlerdeki açlık işlep çıkırış nemesde bu yerden çıkıdığan oğut naiti çoğun ta'siri var. 30% dep hatalaşmysam. Bu mu mesela nurgun devletlerde aldığımızda açarçılık nemesiga, açlık işlepçilikka ta'sir kılış ihtimallığı yok kıwatydy hazır. Ve aldığımızda açarçılık keltirip çıkırışı mümkün mesela. Hmm. Keyin bir nerse bir yedelik çip ma öz yumşak özek çip deydi ma bu. Yukarı teknoloji telefonlar işte. Onun mu işletidigan bir nerse var. Bu mu şumuş O'rta Şerq rayonundan keldigan hila gazı diýip hatalaşmasam. Bu mu O'rta Şerqden keldi? Bunun mu aldığımızki wagtda da bunun mu bir krizis yüz berişi mümkün mesela. Demek meyli teknologiya, meyli yemek içmek bexaterligi, energiya bexaterligi, nurgun sahalarga kengayip ketdi bu nerse şimdi. Endi bunu Trump amalwa ilaki gerçi uruşun davam kılıvatkan bolsunmu ilaki biz 10 gün wagt berdik, 7 gün wagt berdik dep halkaradaki payçek bazarı o bu nerseni ilaki dak biraz nemi turuşku tutup turu tirişiwatydy. Ama bu neçilik bir alaydı bunu bilmeýiz. Bir tarapdan biz uruşun nem kuwatdymyz, muzakir kılywatdymyz o bu digen bilen bugün ýene neçe gün içinde uruşda bu ýerde patlatyşlar, hujumlar bolywatdy meselçi. Yani bu ilaki uzungu bağmaydı bu nesnin uzungu ilaki Trump'tan bundak ilaki uzungu aletde da halkara payçek pazarını neft pazarını kontrol kıptırma töven tutup durma deydigan nemesi uzungu bağmaslık ihtimallığı yokuri. Bu yer neyim boldu degende Trump pazarı qarısak logistik nurgun kurallarını yetki atıdı, tayarlıklarını yetki atıdı, askeri kısımlarını yetki atıdı. Bunun yukarı ihtimallık bilen bir kurukluktan İran'ın mavu çoğun kurukluğunun sırtıda turduğun bir 5 tane mühim arallar var. Mühim. Bu arallar hücum kılıp bu yerinin kontrolünü alamız da adıdı. Bu mu bir ilaki toğru bulmagan eside çıkımın ait eğir riskin ait çoğun olgan bir askeri operasiya. Bununla karşı çıkan generallar var demesi Amerika'da. Bunun mesela tönögün diye bunun istifa nimesini belgizdi mesela. Çünkü mecbur ya 14 aydan sonra Amerika'da 24 tane generalın nim kızı boptu mesela. İstifa belgisi boptu. Men deyme ilaki İran'daki hakimiyet almıştırımızda Amerika özünün içindeki askeri sistemi de bir almış bulwadydy. Çünkü o generalların hemisi kabiliyetlik, tecrübelik ve uruş tecrübesi ige, bilimi ige naiti nimeler. Bularning köpünçü nurgunları da endi bu İran uruşuga karşı çıkan nime bade. Mesela bazıları başka sebeplerden bolsunmu. Bir tönögünki istifa bergen generalda uçuk karşı çıkıgılık ge bunun. Bu operasiya Amerikanyň menfaati üçin nime emes, paýdalyk emes, bu ziyarlyk bunun bedeline ait eğer boludy dep. Yani bu neliki abay kerençimizin nimesiga ulaştırýdy. Biz özümüz dep bagan nerse emes, Amerikanyň özünün döwlet adamlary karşı çykywatydy hazır. Çünki meýli oň kanat, meýli sol kanatnyň adamlary üçin. Ähwal ýene Amerikanyň noktasyny etgan çagda haterlik Amerika üçin. Janubi Asiyada Pakistan bilen Afganistan toqunuşlary dawamlaşypatgan bir mezgilde Xitay Afganistan vekilleri bilen Pakistan vekillerini görüştürdi ve bu görüştürüş Ürümçide ilip berildi. Bunun arkasydaky maksat nimede bularny Ürümçide görüştürüşdiki ve bu görüşüşniň emeli netije beriş ihtimallygy barmy?
Diýdiňiz togry, ýakynky aldymyzky 3 günden buýan bir ürümçili körüş boldy iki tarapninki wekillerine Hytaýa kelip. Bularnyň oturysky tokunuş hem ürümçiden başlaýly meselen näme üçin ürümçide kıldy digende. Onu uçuk bir belirgen bir düşünç ýok, ama meniň düşüngen närsende biz işgilisi meýli Pakistan, Afganistan bolsun, Şerq Türkistan beýwasy çigiralangan bir döwletler. Anan keyin Hytaý bu iki döwletninki nemesini bexaterlik jihetden bexaterlik düşünçesi nemiş bolgan çagda bu işgilisiniňki bu ýerdeki bexaterliki, bu ýerdeki hawpsizlikni beýwasy Şerq Türkistandyky hakimiýetiге, Şerq Türkistandyky tinçlik we bexaterlik nemesiga baglaýdy bu ýerde. Meýli Afganistanda, meýli Pakistanda iş çyksa. Anandan keyin ikinji muhim noktasy bu Hytaýnyňky Ýeňi Ipek ýolu projektisiň Şerq Türkistandan çykyp bu Pakistan we Afganistanga baglagan çagda bu ýerde bir projekt wagty Hytaý-Pakistan ykdysady korridory diýdigan. Bu nokta ýetgen çagda Şerq Türkistanyň muhim bir rolu bar. Bunun üçin ýeni bir nokta bu ýerdeki bu wekilleriniň kelişi arkaly bu Şerq Türkistanda ýep bolýan bu ýer bir musulman zemi, bu ýer musulman wekillerininki siýasy nimeleriniň kilişi bilen hem halkaraga bir nem bereleýdi mesençü. Bu ýerde undaq bir neme ýok diýdigan närseni düşündirgili boldy meselen. Irky kyrgynçylyk neme ýok, bu wekiller kädi köldi diýdigan nädeg onuň propagandasyny işiltişi mümkin bu kelgen wekillerniki ziyaretinçü. Hmm. Endi bu ýerde jygynnynki köse çykagan netijesiге garasak, jygynda diýilgen muhbirler aşkarlagan näste iki tarap söhbetini dowam kılışga makul kepdi. Bundan keyin iki tarap oturysky tokunuşny töweldiriyorlar. Ondan keyin Hytaý tarapmy meselen Pakistanyň terpige territoriýasyga ötüp izchil uruş çykyryp TTP diýdigan bir grup bar. Pakistan Talibanlary diýdi. Bular Pakistan, Afganistan aralygynda çygyra tanymgan halatda bular kirip çykyp hereket kıldy. Pakistan bilen Afganistanyň ortasyky jidalnyň sebäbininki birsi. Ýeni bir sebäbi bu ýerde duransızlygy diýdi. Bu ingilisler taşlap koygan uruşninki uruqu var da bu ýerde. Pakistan bunu tonyýdy bu çygrany, Afganistan bu çygrany tonymaýdy. Şoň bulanyň bulup atgan uruşninki sebäbininki birsi mesençü. İkincisi TTP'nin çigra alkan halatki Pakistan hakimiyetiga täsir gösteri. TTP bu ýerde pakatla hujum kılış emas, bu ýerde bir Paştu milletçiligini asas kılan halatki bir hakimiyetini kursak diýdigan iklimi bar. Anandan keyin Pakistan'da bir Afganistan'a okşaş bir İslami teokratik hakimiyetini kursak diýdigan mındamy bir karaş bar. Bu noktany etken çagda Pakistanlyklar bu TTP'nin bu ýerdeki hareketini özüniň bewastyta hakimiyetige tehdit dep garaýdy bularnyň hareketini. Çünki üçüncü bir nokta bar. Bu uruşninki bularnyň oturysky tokunuşynyň çoňaýyşyga sebäp bolgan. Yani Pakistan bilen Hindistan'ın oturusy ötkençli bir tokunuş boldy. Bundan keyin uzun ötmeýlam ki Hindistan bilen Afganistan ikisi näit ýerden bir diplomatik münasibetlerini küçeýtdi we arada nurgulgan hemkarlyk nimelerini imzalady mesençü sayahat, sähiýe işlerde, hukuk işlerde, askeri sahalerde, nurgun sahalerde nim kılıp isaptymynda garsak Pakistan iki tarapninki oturda kalgan bir nemig aýnyp kaldy, göç güçü ýyldyrgan taýya tamak nemisge aýnyp kaldy. Hmm. Bu mu Pakistan'ınki ilk hawpsizlik noktasından Afganistan ve Hindistan işgilisi için bir tehdit nimisini şekillendirgenken Pakistan bu ýerde ciddi bir nimisiga ötdi de. Mesela o ýerdeki TTP'nin baya biliki sebep bana kılan halatda bu ýerde Afganistan çigrasynda bir tokunuşlar yüz berdi. Anda Hytaý üçin etken çagda bu iki tarapninki sokuşy, bu ýerde uruşlaryň ep berişi abay digendek bir ýol bir belbag siýasatyny elip beriş üçin bir toskun boladigan näse. Çünki o ticaretninki saglam boluş üçin bu iki döwletde tinçlik gasy peýda boluş gerek we dowam kılıç gerek. Ama bu tokunuş bolgan halatda Hytaýyň salamet ýakşy ep baramaýdy. Bu sebäpden Hytaý bunu kilişdirişge muhtaç. Ama Hytaý kıla alamdy dese, bence ihtimallyk töwen. Çünki bu TTP'deki bu ýerdeki Paştu Afgandyky Pakistan Talibanlary bular undaq nimeni anlap getmeýdi. Anandan keyin bu ýerdeki sep koýgan iniksiz bolgan äli bulunmagan çigra meselesi bar. Bunyň mäli boluşy unda bir asan näse emas. Çünki Afganistan hökümeti meýli kanda Afganistan hökümeti kanda nimeden sorsak bu çigrany tonymaýdy bular. Üçüncü näse bu ýerdeki Hindistan bilen münasibetlik.
Hindistan, Afg'oniston ikkisining o'rtasida qolgan Pokiston hukumati har doim bu yerdan bir andishish qildi va buni yo'qotish va buning nimasini ta'sirini ojizlashtirish uchun bu to'qinishlar yana oldimizda davom qilish mumkin. Hani yig'inda bu uchrashishda diqqat qilgan bir nuqta bor, ya'ni Uyg'urlarga munosabatlik. U nima degan chog'da Xitoy bu yerda TTPni tilga olish bilan birga Sharq Turkiston Islom partiyasimi Afg'oniston turayotgan Uyg'urlarni. Bularmi shu TTPga o'xshash shunaqa bir terrorlik guruhi deb Xitoy shuna deb bularni yo'qotishimiz kerak deb ashuna deb tilga olibdi-da masalan. Ya'ni Hmm. aldimizdagi programma nima dedik masalan bundan 2-3 hafta burun Xitoy taraf va Pokiston tarafininki birlikda askariy operatsiyalarni birlikda o'tkazamiz deydigan bir kelishimni imzolagandi. Ammo buning amaliyleştirgen narsasi yo'q, ammo bir kelishim tuzib bo'ldik. Qaysi xil holatda o'tadi, qandoq qiladi, buning nimasi bizga noma'lum. Ammo bir birlikda harakat qilib Pokiston TTPni yo'qotadigan Xitoy bo'lsa, bu yerga Turkiston Islom partiyasi, u yerga Afg'oniston Uyg'urlarni nishon qilgan holatda ba'zi harakatlarni qilib qilishi mumkin. Ammo qaysi saviyada qiladi uni bilmaymiz hozir. Sizning xabaringizda bo'lgandek, yaqinda Suriyaning Banyas portiga Iroq nefti yetib keldi. Bu Hormuz bo'g'izini aylanib o'tish yo'li. Agar bundaq bir yangi neft yo'llari ochilsa, dunyo energiya siyosatiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Shundaqla Turkmanistonga o'xshash neft rayonlari bundaq o'zgarishda qanday rol o'ynaydi? Albatta bu abay deganimizdek İran'daki bu bo'layotgan bu urush nurg'un sohalarga ta'sir ko'rsatdi dedik-ku, masalan, energiya bexatarligi deb. Bu Hmm. Iran'da neft burunqi normal vaqtdagidek davlatlarning tabiiy ehtiyojini, energiya ehtiyojini qamdayolmaganlikdan davlatlar boshqa yerdan neft va tabiiy gazga yuzlanadigan gap. Uningda endi Suriyaning jug'rofiyalik afzalligi bularga bir ishkash demasdan uchun. Hem de yeni bir nokta mesela aslida bu Suriye'ninki bu Bashar Asad'ni taxtdan tushirishidimi masalan orqada Amerika nima uchun qo'lladi, boshqa Turkiya nima uchun qo'llaydigan nurg'un nimada ba'zi analistlarning degan nimasi bor. Qatar va Saudiyaning nimalarini neft va tabiiy gazini Suriya orqali bu Yevropaga, Turkiyaga bunday yetkazadigan bir liniyadan ikkini sızgan masalan. Bunun əməlləşişi tezləşdi məsələn. Hazır qasaq məyli Saudiyadan olsun, məyli İraqdan olsun, Suriye'nin port quruqluğu və dəniz yolu arqılı həm Türkiyəyə, həm Avropa İttifaqınınki bu energiya krizisini həll qilish üçün bundaq bir əvzəl bir şərait kelib qalğanlığını görüyatımız endi. Bu holatda urush to'xtagan holatdami bu yerda İran'dan chiqadigan neftning nimasiga sonning ozayishiga nima bo'lishi mumkin. Chunki Iran taraf hozir masalan urushni Amerika to'xtatamiz degan chog'dami Iran tarafda biz to'xtatmaymiz deb davom qilishi mumkin balkim. Andan keyin bir narsa buningdan keyin bu Hormuz bo'g'izida o'tadigan butun paraxodlardan Iran belgilik bajlarni qo'yib oladigan bir o'ringa kelishi mumkin. Ya'ni o'zining afzalligi, qo'lidagi qattiq kuchlikligi sababidan. Bu holatda Suriye bu holatda bir texmi cho'ng bir afzallikka erishish mumkin bu yerdan qilingan o'zgargan energiya yo'lining o'zgarishi bilan. Suriye bu holatda yangi bir energiya qatnash yo'liga ta'minlovchi yo'liga erishishi mumkin. Bu Suriyening iqtisodiy, siyosiy va jug'rofiyalik muhimligi nimasiga bir hissa qetishi mumkin endi bu yerdan-chu. Sizce hozirgi Amerika bilan Yevropaning NATO doirasidagi hamkorligi kuchayyaptimi yoki zaiflashyaptimi? Bunun cevap berishdan burun Trump'ninki o'zining bir kishilik nimasiga bir qarashimiz kerak. Chunki Trump Amerikaning bir prezidenti, ya'ni kuchli prezidenti bo'lish sifati bilan Trumpning eng yoqtirmaydigan narsa bu xalqaro sistema va qimmat qarashlar xalqaro qonunlarninki bundaq organlarning nimasida toz yoqtirib ketmaydi. Trump ya'ni askariy kuch bundaq real bir kuch nimasiga qimmat beradigan odamlar. Masalan, buning tutgan Turkiyaga tutgan, Xitoyga tutgan, Rossiyaga tutgan bundaq muomalalar qilsak, bu masalan askariy kuchi kuchli bo'lgan davlatlarga nima qiladiq. Ammo shu xalqaro kelishim, xalqaro qonun, universal qimmat qarashlar bundaq NATO nimasigami diqqat qilsak, birinchi qatorliq taxtga chiqqan yoki prezident saylangandan tortib izchil NATO'nun funksiyasini, NATO'nunki a'zo bo'lgan davlatlarning pulini to'liq to'lamayotgan izchil tanqid kelib kelaylikdi-da masalan.
Bu qitimqi mavu İran urushida Trumpninki NATO ishchiligi a'zo davlatlardan yordam so'rashi va bu davlatlarniki u yordamni bermasligi u portlovchi bir nuqtaga kelib qo'ydi-chu endi Trumpni. Ukrayna biz İran urushiga biz yordam talab qilsak, bizga yordamga kelmadi endi bizmi bular bundan keyin bizdan yordam so'rasa biz yordamga bormaymiz dedi. Endi NATO'ning nimasida bularning o'rtasidagi kelishimga qarashimiz kerak. Ben nima degan chog'da bir davlatninki NATO a'zo davlatlarininki tuprog'i hujumga uchrasa deydi. Uchragan chog'da NATO a'zo davlatlarininki bularga yordam berish va birlikda urush qo'g'dash nimasi bor, majburiyati bor. Ammo Trumpninki bugun qarasak Amerikaning territoriyasi hujumga uchirmadi. Amerika o'zi hujum boshladi masalan, qarshi taraf. Bunda holatda bir majburiyat hosil qilmaydi bu yerda-chu. Majburiyat nima qilib. Anki ikkinchi narsa burungi Amerikaning prezidentleri askeri yurish qilgan chog'da masalan Iroqqa hujum qilgan chog'da yoki boshqa nimaga hujum qilgan chog'da Afg'onistonda nima chiqildiq masalan. Bu yerda BDT'dan qara chiqildiq, NATO'dan qara nima chiqildiq, uning balli bor. Ammo Iroq qilgan chog'da NATO bilan birga maslahatlashib kirdi ama BDT'nin rad qismi kirdi ama NATO davlatlari birlikda kirdi. Vaqtim hujumda hech bir NATO davlatiga maslahatsamog'liq. Mayli Angliyaninki, mayli Fransiyaning nimasi bo'lsa, bu ikki davlatda bir ikkilanishyapti. Agar Amerika maslahatlashib qolsa, biz qanchalik qila olamiz u bu deb ikkilanayotgan nimasi bor. Fransiya biz paraxtimizni avatayli u bu deganda, ammo Trump hech bir NATO ittifoqdoshiga maslahatsamay kirdi bu yerda-chu. O'zi iliqi, buni iliqi nima deymiz-ku xalqimiz? Jahongirlik kibrligi deydi-ku, dunyo jahongirlik kibrligi, hegemonlik kibrlik nimasiga tushib qoldi. Ya'ni Ironni ko'zga ilmagan holatda bir askariy operatsiya yuritichu bu yerda. Biz kirib bombalab nim qilsak birdamda parchasida Iron xalqi ichidan isyon qilib hokimiyatni oldi. Biz nimasini almashtiramiz u bu deblamkichu. Ameliyat qilsak urush bugun 35-kunda tugatdi. Amerikaning holini ko'rdik. Uchirgan ziyni 50 milliard dollardan eshib ketdi masalan. Shunda. Trump'ning bani zaten NATO'dan bana topolmay yurganda bu qitimqi narsada NATO bilan bo'lgan Amerikaning NATO bilan bo'lgan nimasida bir yiriklish yuz berishi mumkin. Hamda savol chiqishi mumkin. Amerika NATOdan chiqib ketalamdi deb. Amerika NATOdan Trumpning nimasidan chiqib ketalish imkoniyati yo'q. Chunki bu Amerikaning nimasida asos qonunda Senat va Kongressning nimasidan tasdiqidan o'tish kerak bu yerda-chu. Ammo Trumpning beralaydigan NATOga beralaydigan ziyni nima degan chog'da Yevropa ittifoqidagi quruqligiga joylashgan askariy bazalari bor. Bu yerdagi askarlarni yetkazilish imkoniyati bor masalan Trumpninkichu. Bu yerdagi askarlarning soni, bu yerdagi qurollar nimalarni yetkazilishi mumkin. Yani NATO'ga tabi askerlerini mi? Amerika'nın. NATO'ga tabi Amerika'nınki askerlerini çekindirip ekitishi mumkin. Çekindirip ekitishi mumkin. Endi bu holatda nima bo'ldi deganda Amerika o'zimiz ziyon tortadi. Ama devletni çekindiremeydi NATO'dan. Unda Devletni huquq yo'q. çekindiremeydi. Unda huquq yo'q. Onun uchun Kongressning tasdiqidan o'tish kerak. Mesela angacha Kongressda hozir ovoz olsun, Trumpning qilayotgan siyosatga qarshi nurg'un davlatlar bor masalanchu. Yani nurg'un nima bor? Amerikaniki siyosatchilar borda, parlament a'zolari bu yerdagi. Bu holatda mesela Amerikaning o'zining cho'ng xaritadan bir qarab boqaylik, cho'ng manfaatdan qaragan chog'da Amerika mesela NATO'dan askar chekindirishi nanalardagi o'zining askariy ustunligidan quruq qoldi masalanchu. Germaniyada mesela 38 ming askar var masalanchu. Germaniya degan gap O'rta Yevropa, Sharqiy Yevropaga tutishadigan nihoyatda muhim ahamiyatga olgan narsa. Bevosita nimaga qarshi turadigan bir nimadan ayrilib qolgan ekan bu Rossiya tahdidiga nima qildigan uchun. Italiyada askariy baz va Gollandiyada bor, masalan Angliyada bor. Bularning hammasi nihoyatda strategik holatda Amerika uchun muhim yana. Amerika buni chekindirsa Amerikaning jahongirlik kuchi nega boradi masalan. Grenlandiyani chekindirsin masalan. Grenlandiya Amerikaning askariy kuchi kuchli Daniyaning Amerikaning bazasi. U yerlarning hammasini chekindirsa Amerika qaysi kuchi bilan Rossiya bilan Xitoy bilan elishidi. Qaysi holatiga dunyoning super kuchi bo'ladi-da masalan.
Yani Trump'tan degindek bulup u yerki askerimni bu yerki askerimni çekindirmen degen bilen bunun hammasi öz devlet menfaati üçün ziyanlıq bir sözle. To'g'ri, to'g'ri. Endi bu yoqi bir siyosiy mayta atish, noz qilish nemasi bo'lishi mumkin. Undaq qilma, bundaq qilma deb. Yani Amerikaning yoqi NATO ishtiraki eng jiq pul to'laydigani Amerika endi bu yerda. Bu holat orqali balkim ba'zi nimalarni qisitishi mumkin bu yerdagi NATO a'zo davlatlarni. Ammo umumyuzlik Amerikani ochiq ketib bu yerdagi narsani qilishi hem qilolmaydi, hem boshqa shaklda buningga ziyon uchratmaydi. Amerika o'zimi bunun bedelini ağır to'lab ketdi bu yerdachu. Ama bu bir jihatdan Yevropalikki bu NATO a'zo davlatlarining Turkiyani o'z ichiga oldi. Bir uyqusini bir etishkim sabab bo'ldi endi. 80 yildan buyon Amerikaninki bexatarlik garantisi bilan rahat turmush kechirayotgan Yevropa davlatlari buningkin endi o'zining askariy sanoatlashishi va o'zining bexatarligini qo'g'dashga harakat qilish qadami tezlashish ehtimolligi bor buningkin. Texmi tez holatda. Yani burunqidek xotirjam vaqtlar o'tib ketdi. Devletning iqtisodini farovonlikni asos qilgan davlat sistemasi emas, askariy sanoatni asos qilgan holatdagi davlat sistemasi kundan kunga shakllanyotdi. Masalan, Germaniya buning tipik bir misoli. Boshqa davlatlar bu modelni ilib tez taraqqiy qilish mumkin. Dünya siyaseti faqat cho'ng davlatlarningla emas, balki kichik millatlarningmi taqdirini belgilaydi. Biz buni tushunmay turib, kelgusimizni qurolmaymiz. Anglayotganinglar Azad Sharq Turkiston radiosi xabarlari. Men Abdusalom Niyoz Uyg'ur. Keyingi hafta xabarimizda quloqlashguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.